Allohu anhu Abu Bakr Umardan keyin qanaqa bo'lar ekan? Ularga bermagan menga berarmikin? Boyaga maslahat berayotganlar, nimaga senga bermas ekan? Axir Rasulullohga eng yaqin sahoba sensan. Fatima Zahroni so'ragani Rasulullohning uyiga bordi. Fatima Zahroni so'ragani Rasulullohning uyiga bordi-da, salom berib Rasulullohning oldida o'tirdi. Endi shu mavqifni bir tasavvur qiling. Rasululloh o'tiribdi, 24-25 ga kirgan yigit o'tirib turib, Ali salom berib indamay o'tiribdi. O'zi sovchi bo'lib kelgan. Kim uyiga? Rasululloh. Kimni so'rab keldi? Fatima Zahro. Subhanalloh. Rasululloh sezdi Alini bir hojat bilan kelganini aytolmayotganligini. Oradagi xijolatchilikni ko'tarishlik uchun Rasululloh ibn Abi Tolibni